o'zi aslida bu dori sepadigan apparat, lekin bundan unumli foydalansa bo'ladi. Qaranglar. Obyektni supurib tozalayotganda changlarni o'ldirsa bo'ladi. Bundan ham eng zo'r yo'lni aytayman. Hozirdan lak bosib qo'yilib. Короче, kecha obyektga borsam, bakalashkada suv qo'yib, bechoralar yuzini yuvyapti, idishni yuvyapti, вообще diskomfortda. Majmuni ham kelib qoldi. Buni qo'yib qo'yamizda, o'zi bu mamta turadi. Mana mamtaga qo'yib berdim. O'tiramiz. Tumshug'ini yechib olamiz. Alohida pedal o'zim o'rnatdim. Idishni yoki yuz-qo'lni yuvmoqchi bo'lsa, misol uchun mana naporini naryodan regulirovka qilsa bo'ladi. Ayniqsa pikniklarga borishadi-yu, vashi kayf berib yuboradi. Ertalab masalan ustida sharoit yo'qmi? Bakalashkada qo'yib o'tirmaydi. Pikniklarga borsanglar ham suv ham isrof bo'lmaydi. Masalan, tahorat olayotganda ham qo'yib oldim. Kimdir qo'yib turishi ham shart emasdi. Yo'qdimi layfhak, bunaqasini ko'rmagansizlar, to'g'rimi? Hozirdan layk va piskasidan chiqmasin, tanishlarga srochno tashlab qo'yinglar. Vashi ideal.